Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, hurmatli do'stlar. Mana bugun darvozamizni uстановка qilib bo'ldik. Bu darvozamiz 1 kvadrat metri $100 dan kelib tushdi. O'zbekiston bo'ylab dastlabki uстановkalarimiz hamma yo'q ichida bo'lgan. Bu darvozamiz razmeriga keladigan bo'lsak, eniga 350 bo'lgan, balandligiga 270 bo'lgan. 1 kvadrat metri $100 dan tushdi. Bu darvozamiz 10 million so'mga tushdi. O'zbekiston bo'ylab dastlabki uстановkalarimiz bor. Kraska laklari yaxshi kraskalar sepilgan, laklar ham yaxshi lak sepilgan. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, aloqachi ko'rasizlar. Darvozamizning eshiklari. Darvozamiz holatlari. Bemalol aloqachi ko'rasizlar.